Diksimizin tamamı hürmetli vatandaş. Yakın 2 yıldan beri eğer kriz iştige petip kalgan Cungo Kompartiyası medeniyet inkılabı yana bir qatam yüzlenişken mecbur boldu maxsusdan yazgıcı Wang Yu için yakında e'lon qilgan bir parça maqolasida Zhong Nanxay yana bir qatam shiddetlik dolqinga duch keldi deb bildirib xalqaro Cungo Kompartiyasi 3 cho'ng besimga duch keldi deb ko'rsatdi. Birinchi Cungo bürosunun manbini izlash, mas'uliyatni surishti qilish va to'latishga duch keldi. Ikkinchi, besim irqiy qirg'inchilik bilan xalqaro jamiyatda ayblanishga duch keldi. Uchinchi, besim irqiy qirg'inchilikda duch keldi. Uchinchi besim buyurmasallik diplomatiyada Cungo Kompartiyasi mag'lub bo'lishga duch keldi. Cungo Kompartiyasining ichki qismida besim oxirgi nol chekka yetib keldi. Nemishqa Wang Huning Xi Jinpingga o'rik olaydi deb savol qo'ydi Abdur Wang Yu uchun va mundaq ko'rsatdi. Wang Huning orqasidagi Laoban ya xo'jayini Jiang Zemin, Zheng Qinghong qatorliqlardir. Obzorchi Chen Pokong mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping iddiasi deganlik Wang Huning iddiasi deganlikdir. Adaydi Wang Huning keyinda Jiang Zemin bor deydi. Bu yerda Chen Pokong deydi Wang Huning Xi Jinping iddiasi deganlik Wang Huning iddiasi deganlikdir deydi. İdeologiyaga mas'ul. Siyosiy büro a'zosi Wang Huning Cungo Kompartiyasi solchiligining manbidir deydi Chen Pokong. Maxsus yazgıcı Nopozdoq matbuot odami Shishan mundaq ko'rsatdi. Bu qatam Kompartiya matbuotlarining kollektiv holda orqadan amaliyat haqiqatni o'lchashning birdan-bir o'lchimi yoki sinaq qilishning birdan-bir o'lchimi mavzuliq maqolani yana e'lon qilishi partiya ichida liberalistlarning solchilar hujum qilganligini tushuntirib berdi. Cungo Kompartiyasining ichki qismida bo'linish yuz berdi. Obzorchi Lida mundaq dedi. Konu maqolani qayta ko'tarib chiqish intayin g'ayri bir ish. Hozir solga mengib qutulmoqchi bo'layotganlarga berilgan bir zarbidir. Bu bir xil jamiyatning noroziligidir. Bundaq norozilikning Xinhuashi, ya'ni partiya matbuotlari orqali ifodalanishi partiya ichidagi kurashning reaksiya davriga kirib kelganligini tushuntirib berdi. Bugun yoki partiya ichidagi bugun kurashning reaksiyalash davriga, qattiq elish davriga kirganligini tushuntirib berdi. Xuyobon partiya ichida oqilona tabiatlik odam edi. 1982-yili Kompartiyaga sekretar bo'ldi. 80-yillarda islohotga yetakchilik qildi. 1986-yili 12-oyda Anxuyning Xebey shahrida oliy maktab o'quvchilari xiyonatchilikka qarshi namoyish ko'tardi. 1 million o'quvchi butun mamlakatni zilzilaga keltirdi. Deng Xiaoping buni xuyobon keltirib chiqardi deb o'yladi. 1987-yili 1-oyda xuyobonni taxtdan tushishga zorladi. Xuyobon 1989-yili 4-oyning 15-kuni yurak kesili bilan olamdan o'tdi. Shunga sezgur deb chog'ladimi? Yoki bu qatam konu maqolani qayta e'lon qilganda Xuyobonning ismini eg'izga olmadi. Xuyobon amaliyotda Tibet to'g'risida 6 moddalik siyosat, Uyg'uriston to'g'risida 6 moddalik siyosat, bu siyosatning 6-moddasida biz ko'chib chiqqanlar Xitoylar yoki Xanzu kadrlar asosa chekinib ichki o'lkalarga qaytib ketamiz deyilgan edi. Vatandoshim,
Bugün hazır xiyobon eg'izga ilinmabdi, tilga ilinmabdi. Bu yerdagi sabab nima?